Puli arzon to'qli qo'ylarimiz xudo xolasa akalar yetib kelibdi. Bor yo'g'i 14 bosh akalarim. Do'stlar 13-fevral sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganmiz. Nodir akamizda bor yo'g'i 14 bosh shunaqa akalar bir 10 oylik, 11 oylik atrof bo'lgan akalar. To'qli qo'ylar bor ekan, dalani qo'ylar akalar. Bemalol kelaverasizlar. Eti ham bo'ladi, dalan qo'y bo'lsa ham akalar yaxshi turibdi. Bemalol realni qo'y qilaman, dalaga qo'yib yuboraman, foyda qilaman deydigan odam akamizga chiqib murojaat qilaversanglar bo'ladi. Holatlari zo'r, sifati yaxshi turibdi akalar. Qo'y ham qirrig, chiqib o'ziga yarasha simjim bo'lib turibdi. Realni akalar bo'ybaslarni 70 kiloga olaverasizlar, kami ham 70 chiqadi. Aka yebichlardan muammo yo'qmi? Garantiya, bir hafta garantiyasi bor. Bir hafta xudo xolasa akalar yebichlari garantiyalari bor. Xo'p, akalar bemalol ko'rib olasizlar. Dalani qo'yi narx-navosini necha pul qilib beramiz aka? Bo'ladigan joyi 3,5 million so'mdan o'zaro olib ketsin ham. Aha, 3,5 million so'mdan dastavkasi alohida akalar 5 dan 10 ta 2 ta bitta olaman desanglar ham xudo xolasa tayoqtaylarga kelaverasizlar. Tanlab olishga bir 100 ming, 200 ming plus minus bo'lmasa, deyarli akalar bir xil narx bemalol pastdan no'mala chiqib savdosini bitirib olasizlar akalar.